Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, tadbirkorlik va boshqaruv fakulteti, axborot texnologiyalari kafedrasi o'qituvchisi Xorbekov Abdusattor Muhammadovich. Bugun biz sizlar bilan maktab o'quvchilarining ma'naviy axloqiy sifatlarini axborot texnologiyalari vositasida takomillashtirish mavzusidagi taqdimot bilan tanishib chiqamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning respublikada axborot texnologiyalari sohasini rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini davlat boshqaruvi va davlat xizmatlari ko'rsatishning barcha sohalariga joriy etishlik vazifa qo'yilgan bo'lsa, 2017 yil 27 dekabrda Oliy Majlisga qilgan murojaatnomasida bugun biz davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan yangilanishiga qaratilgan innovatsion rivojlanish yo'liga o'tmoqdamiz. Bu bejiz emas albatta. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? Yangi fikr, yangi g'oyaga va innovatsiyaga tayangan davlat yutadi. Innovatsiya bu kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni bugundan boshlaydigan bo'lsak, uni aynan innovatsion g'oyalar, innovatsion yondashuv asosida boshlashimiz kerak deb ta'kidlagan edilar. Jumladan Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ma'naviy ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2021-26 mart 50-40 sonli Prezident qarorida ezgulik va insonparvarlik tamoyiliga asoslangan milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari g'oyasini keng targ'ib etish orqali jamiyatda sog'lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirish, targ'ibot, tashkilot va tarbiya yo'nalishidagi ishlarni ilmiy asosda tashkil etish, soha bo'yicha ilmiy va uslubiy tadqiqotlar samaradorligini oshirish, ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini mustahkamlashga qaratilgan doimiy monitoring tizimini joriy qilish, qadriyatlarga bepisandlik va yoshlar tarbiyasiga mas'uliyatli kabi illatlarga barham berishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish, aholining internet jahon axborot tarmog'idan foydalanish madaniyatini oshirish, g'oyaviy va axborot xurujlariga qarshi mafkuraviy immunitetni kuchaytirish, ommaviy axborot vositalarida ma'naviy axloqiy mezonlar, milliy va umumiy insoniy qadriyatlarning ustuvorligiga erishish muhim ekanligini ta'kidlagan. Ma'naviyat arabcha ma'lumotlar majmui tushunchasi insonning ruhiy va aqliy olamini ifodalaydi. U axloqiy holat va axloqiy hissiyotlar, ijtimoiy hodisa va insonning ichki olamiga taalluqli bo'lgan yashashdan maqsadi, fikr yuritishi, orzu-istaklari, intilishlari hamda his-tuyg'ularidir. Bu yondashuvlarning barchasi ma'naviyatning pedagogik hissiyotlarini belgilab olish imkonini beradi. Unga ko'ra, ma'naviyat shaxs uchun axloq va tarbiya omili, uning ruhiy va aqliy olamini shakllantiradi. Ijtimoiy hodisa sifatida axloqini tarkib toptiradi hamda hayotga yo'naltiradi. Chunki davlatimizning rivojlanishi va islohotlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan zamonaviy kadrlarning madaniyati darajasiga bog'liqdir. Shunday ekan, ta'lim muassasalarida ma'naviy axloqiy sifatlarni takomillashtirish ta'lim mazmunini yanada chuqurlashtirishda qudratli kuch sifatida katta ta'sir ko'rsatadi. Ma'naviy axloqiy sifatlar o'quvchilarning kasbiy faoliyatida muhim jarayonlarni ifodalaydi. Bu borada sharq allomalarining mavjud fikrlari hozirgi kungacha o'z mavqeini yo'qotmagan. Jumladan, buyuk mutafakkir shoir Alisher Navoiy inson faqat ma'naviyati tufayli boshqa jonzotlarni ajralib turishi va ma'naviyat faqat insonga xosligini asoslab ko'rsatgan. Mutafakkir olim Yusuf Hojib Quttatig'i bilik asarida ma'naviyat tushunchasini o'zbekcha bilik tushunchasi bilan ifodalaydi. Bu bilim va odob majmuasidir degan fikr bildirgan. Ma'rifatparvar va pedagog Abdulla Avloniy Turkiy Guliston yoxud axloq asarida deydi: Bani odamda axloq tug'ma bo'lmaydi, lekin uning asosi bo'lgan tuyg'u inson tabiatida tug'ma mavjud bo'ladi. Tarbiya vositasida ana shu tuyg'ular rivojlantiriladi va shu tariqa axloq yuzaga keladi degan fikr yuritgan. Pedagog bolaning tug'ma va sof tuyg'ularini yaxshilikka yo'naltirilsa, yaxshi fazilatlarni o'zlashtiradi. Aksincha, tarbiya sust bo'lsa, bolaning his-tuyg'ularini, yomonlik hissiyotlarini yuqtiradi va uning xulq-atvori buziladi degan g'oyalarni ilgari suradi.
Mutafakkir Ahmad Yassaviy esa Divon hikmat asarida shunday deydi: bizga tarbiya yo'lini olib kelgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam arablardan edi. Uning tarbiya yo'li axloqlar majmuasidan iborat. Shu ma'noda ma'naviyat axloqlar majmui sifatida namoyon bo'ladi. Abu Ali ibn Sino Donishnoma asarida farzand tarbiyasi uchun zarur bo'lgan asosiy tarbiya yo'nalishlarini asoslab bergan. Ibn Sinoning bu yondoshuvi Osiyo ta'lim tizimida qabul qilinganligini ta'kidlash joiz. Erisi Rahimov kabilarning tadqiqotlarida Ibn Sinoning ta'lim-tarbiya asoslariga doir qarashlari tadqiq etilgan. Bugungi ta'lim-tarbiya jarayonimizda Ibn Sino tavsiyalari to'liq qabul qilingan. Axborot lotin tilidan olingan bo'lib, informatsiya tushuntirish, bayon qilish demakdir. Bunda turli ma'lumotlar qayta ishlanib, ayrim jihatlarga tuzatishlar kiritiladi. Axborotlarning ijtimoiy borliqqa kechayotgan voqea hodisalar, alohida shaxs tomonidan bajarilayotgan ish, xatti-harakat, faoliyat to'g'risidagi ma'lumotlarni yetkazish, xabar berishdan iboratdir. Axborotdan muhim manba sifatida foydalaniladi va unda ko'nikma va malakalar egallanadi. O'quvchilarda ma'naviy axloqiy sifatlarni axborot texnologiyalari vositasida takomillashtirish negizida insonning moddiy va ma'naviy uzviygini rivojlantirishda muhim bo'lgan innovatsion texnologiyalar, kompyuter dasturlari, odamlar orasidagi o'zaro munosabatlar asosiy omil sifatida xizmat qiladi. O'quvchilarda ma'naviy axloqiy sifatlar turli kasb egalarining ijtimoiy-iqtisodiy hayotini, uning moddiy turlarini aniqlashga yordam berishi bilan birga shaxsning ichki dunyoqarashining faolligini oshiradi. O'quvchilarda ma'naviy axloqiy sifatlarni axborot texnologiyalari vositasida takomillashtirishda axborotlarni qabul qilish, uzatish, saqlash, foydalanish, ularni o'zlashtirish kabilar har bir mutaxassisning kasbiy faoliyatida amalga oshadi. Tarmoq odob axloqi ijtimoiy kelishuvlar jamlanmasi sifatida tarmoqdagi o'zaro munosabatlarni osonlashtiradi. Odob axloq me'yorlari turli hamjamiyatlarda doimiy tarzda rivojlanib boradi. Deyarli barcha tarmoqdagi me'yorlarda unda qatnashayotgan insonlar real ekanligi hisobga olingan. Real dunyoni muloqot qoidalari virtual dunyo uchun ham to'g'ridir. O'zingizga qanday munosabatda bo'lishlarini istasangiz, o'zgalar bilan ham shunday munosabatda bo'lishingiz kerak. Yuzma-yuz berilayotgan axborotni internetga joylashtirish nojoizdir. Virtual dunyoda xabarni qabul qiluvchi inson mutlaqo boshqa madaniyatga mansub bo'lishi mumkin. Bu tushunmovchilik yuzaga kelishi xavfini orttiradi. Masalan, hazil-mutoyibani tushunish bevosita madaniy an'analar va tarbiya bilan bog'liq bo'lgani sababli kim bilan gaplashayotganingizni ko'rmasangiz, hazil qilishda ehtiyot bo'lgan ma'qul. Ayniqsa yuzingiz ifodasini suhbatdoshingiz ko'rmasa, gapingizning ohangini his qilmasa, unga kamerani uzatish juda ham qiyin. Xabar yo'llovchi suhbatdosh uni to'g'ri tushungan yoki tushunmaganligini bilmasligi mumkin. Internet keng ma'noda muloqot vositasi bo'lgani bois bundan foydalanish o'ziga xos qoidalar bilan tartibga solinishi lozim. Quyida keltirilgan qoidalar internetdagi odob axloqning umummilliy qabul qilingan me'yorlari hisoblanadi. Ya'ni ular quyidagilar. Birinchi, boshqa insonlar tomonidan yaratilgan obyekt, ya'ni masalan tasvir, qo'shiq yoki filmlar ruxsatsiz tarqatish yoki nusxa ko'chirish orqali muallif huquqini buzish mumkin emas. Ikkinchi, internetda tuhmat, ishonchsiz va tekshirilmagan axborotni tarqatish mumkin emas. Bunday axborotga grafik tahrirda qayta ishlangan tasvir va o'zida tuhmatni aks etgan elektron pochta orqali yuborilgan matn, bir zumli xabar va ijtimoiy tarmoqda berilgan xabarlar kiradi. Uchinchisi, jinsiy qarash va diniy e'tiqodga oid ijtimoiy, siyosiy va diniy mavzulardagi xususiy axborot va tasvirlarni tarqatish noqonuniydir. Va oxirgi to'rtinchisi, balog'at yoshiga yetmagan shaxsning jinsiy hayotiga oid tasvirlarni tarqatish noqonuniydir. Hurmatli tinglovchilar, bugungi mavzu shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.